Nihoyat bugun Multilevel Reading 5 oxirgi partni birgalikda ko'rib chiqamiz. Bugungi mavzu Reducing Errors in Memory deb nomlanadi. Bu qismida Multilevel Reading testining oxirgi qismida ikkita savol turi berilgan. Gap filling deymiz yoki sentence completion deymiz yoki note completion keladi ba'zida. Xullas, berilgan gapni to'ldirishimiz kerak. Ko'pincha bizdan bitta so'z yozish talab qilinadi yoki bitta raqam. Bugungi berilgan testimizda faqatgina bitta so'z yozish talab etilyapti. Va ikkinchi savol turimiz multiple choice ABCD, xuddi part 4 ga o'xshab 34-35 ekan. Bu har xil savol har xil qismdan kelishi mumkin paragrafni yoki umumiy testni. Shuning uchun 30 dan 33 gacha bo'lganini ishlab chiqamizda 34-35 ga butun tekstni qarab chiqib yoki berilgan keywordlarga ko'ra topishga harakat qilamiz. Birinchi har doimgidek an'anaga ko'ra savollar bilan tanishib chiqamiz. Demak, reducing errors in memory xotiradagi xatoliklarni kamaytirish deb nomlayapti. Yaqindan yana ham tanishib olamiz savollardan ko'rib. The results show that sleep may help many people. Juda ko'pchilikka yordam berar ekan uyqu, including so'zi jumladan degani. Mana shu gapni to'ldirguncha bo'sh joydan oldingi va keyingi so'zlarga diqqat bilan e'tibor berishimiz zarur. Chunki testni tayyorlash jarayoni bitta paraphrasing usulidan foydalanadi ko'pincha. Paraphrasing bu using different words or structures to mean the same degan. Ya'ni bir xil ma'noni saqlab qoladi-yu, lekin so'zlarni almashtirishga harakat qiladi. Tasavvur qiling, ikkinchi paragrafda bitta gapni tanlab olishadi-da, ana shu gapni so'zlarni, strukturalarini almashtirib, lekin ma'nosini bir ushlagan holatda savolni berishi mumkin. Buni qilishdan maqsad o'quvchi ham tekstni tushuna olishi kerak va shuni ma'nosini saqlagan holatda boshqa so'zlar bilan berilgan gapni ham shunga mos deb topa olish kerak ekan. Demak, the results show that sleep may help many people including. Hop, ko'pchilikka yordam berishi mumkin jumladan the article bilan keladigan ot qidiryapmiz. Who make mistakes while taking medicine. Dori ichayotganda xato qiladiganlar deb berilyapti. Bitta so'z qani topamiz ana shuni. Ikkinchisi, those who took part in. Those who strukturasi juda ham ko'pchilikka tanish, ya'ni eksperimentda ishtirok etganlar. Had to memorize. Had to degani shart shu, to'g'rimi? Modal fe'lni o'tgan zamondagi shakli. Yodlab qolishi shart bo'lgan nimani? Memorize. Yaxshi. The participants who had sleep, ya'ni yaxshi uxlagan qatnashuvchilar identified a few words. Identify bu aniqlamoq degani. Few words that are va bizga sifat kutilyapti bu yerda. E'tibor bering. That bilan relative clause kelyapti. Thatni bilasizmi? Which ning boshqacha shakli deb qabul qilishimiz mumkin yoki who o'rniga ham kelishi mumkin. Buni siz grammatikada menimcha o'rgangansiz. Meni guruhimdagilar ko'pchilik buni biladi va buni tomosha qilayotgan boshqalar ham bundan xabardor. Davom etamiz. Fan believes that sleep helps probably because. Demak, uyqu yordam berar ekan. Nima uchun? It makes the of the memory stronger. Demak, memory, xotiraning qaysidir qismini kuchliroq qilar ekan. Ana shuni topishimiz kerak ekan. Keling, 30 va 33 ni topishga harakat qilamiz. Endi tekstga bemalol o'tirsak ham bo'ladi. Sleep may reduce mistakes in memory according to first of its kind study. Ya'ni birinchi marta o'tkazilgan izlanishlar Michigan State University tomonidan o'tkazilgan tadqiqotlarga ko'ra xotiradagi xatoliklarni, ya'ni biror bir xatolik bilan eslab qolingan narsa uyqu davomida to'g'rilanib ketadi deyishyapti. The findings, which appear in the September issue of the journal
learning memory have practical implication. Implication bu ta'sir degani. Ta'sir bor ekan, ya'ni ko'pchilikka deyapti. Bizga ham xuddi mana shu narsa kerak. E'tibor bering. Help many people. Bu yerga ham practical implications for many people. Practical degani real hayotda ishlatsa bo'ladigan. From students doing multiple choice tests, mana studentlarga yordam berishi mumkin ekan va studentlar nima qilayotgan vaqtida doing multiple choice testlarni bajarayotgan vaqtida to elderlyga confusing their medicine. Mana topdik. Confuse degani bu adashtirish. Bizga ana shu kerak. Xato qiladi. Dori ichayotganda xato qilayotganlar kimlar ekan? Demak, bizga bitta so'z qolyapti. Elderly degan. Elderly topilgan so'zimiz to'lig'icha mos keldi. Mana shuni belgilab qo'yamiz. Yaxshi, davom etamiz. Those who took part in the experiment had to memorize. Experiment haqida gap ketsa birdan qaraymiz. It's easy to muddle things in your mind. Ya'ni adashtirib yuborish oson miyada. This research suggests that after sleep you're better able to pick out the incorrect parts of that memory. Yaxshi. Finn and colleagues from University of Chicago and Washington University studied presence of incorrect or false memory in groups of college students. While previous research has shown that sleep improves memory, this study is the first one that looks at errors in memory SAD. Juda yaxshi. Bizga hozircha 31 ni beradigan hech narsa aytilmadi. Nimanidir eslab qolish kerak degan narsa hali yo'q. Study participants. Mana endi keldik. Study bu o'rtoqlar research degani. Ya'ni izlanishlarda qatnashganlar aytilyapti. Trained by being shown or listened to lists of words. Juda yaxshi. Ko'rsatilgan yoki aytilgan. Demak, biz qo'rqmasdan so'zlar degan javobni qo'ya olamiz. Buni qayerdan bildim? Chunki qarang. Participantlarga trained, ya'ni ularga shunaqa ularni tayyorlashgan so'zlarni ko'rsatish yoki eshittirish orqali. Maqsad nima? 12 hours later, they were shown individual words, asked to identify which words they had seen. Maqsad nima qarang? Qanaqa so'zni ko'rganliklari so'ralyapti. Qanaqa so'zni ko'rganliklarini so'rash nima? Ulardan eslashga harakat qilish so'ralyapti. Bo'ldi. Biz to'g'ri topdik. Demak, javobimiz words. Bitta so'z yozdik, to'g'ri keladi. Memorizedan keyin word yoza olaman. Participants who had sleep identified few words that are. Juda yaxshi. Endi yaxshi uxlagan qatnashchilarni topishimiz kerak. Was trained at 10 p.m. Normal sleepless day. Yaxshi. Ba'zilar uxlamagan ekan. Another group was trained at night and tested twice 12 hours in the morning. Yaxshi. About 6 hours of sleep. Mana 6 soat uxlaganlar to'g'risida gap ketyapti. Bular yaxshi uxlaganlar. 3 experiments were conducted. In each experiment, the results showed that students who had slept did not have as many problems with false memory as chose fewer incorrect words. Juda yaxshi. Ular uncha muammo ko'rsatishmabdi va xato so'zlarni kamroq topishibdi. Bizda ham shu narsalar ketyapti. Demak, men hozir javobga incorrect qo'ysam, har tomonlama to'g'ri bo'ladi. Incorrect bu sifat, to'g'ridan to'g'ri wordga ta'rif berilyapti. Tasavvur qiling, incorrect words tekstda berilgan va savolga kelganida few words that are incorrect. Bir xil ma'no. Mana paraphrasing bir boshqacha shakli. Struktura o'zgardi-yu, ma'no saqlandi. Keyingisi, Fenn believes, o'sha kishi, ayol kishi menimcha, experiment o'tkazgan kishi, sleep helps probably because it makes nimadir of the memory stronger. Juda yaxshi. Davom etamiz. Savollar tartib bilan kelishini hisobga olib qo'yishingiz kerak. Ya'ni 30 ni topasiz, 32 ni topasiz, 31 ni topolmasangiz, ularni o'rtasidan qidirasiz. Hozir biz incorrect worddan pastroqdan qidirishimiz kerak. How does sleep help? The answer isn't known, Fenn said. Yaxshi.
Javob aniq emas, but she suspects it may be due to sleep strengthening the source of the memory. Strengthen degan so'z kuchaytirmoq. Bu yerda kuchaytirmoq so'zi boshqacha shaklda berilgan. Makes something stronger. Bo'ldi. Nima kuchaytirilyapti? Source of the memory. Juda yaxshi. Demak, men source degan so'zni hech ikkilamasdan qo'yishim mumkin. Bu unchalik boshqalariga nisbatan qiyinchiliksiz topildi deb o'ylayman. Chunki strengthening deb yozilgan. Bu yerda makes nimadir stronger, source of the memory bo'ldi yozildi. To'rtalasini topdik. Juda yaxshi va davom etamiz. 34 qaysi qismidan kelishi mumkin? Bu savolni o'qishdan keyin aniq bo'ladi. Fen pointed out, ya'ni ko'rsatdiki yoki shunga urg'u berdiki, the need for more research, ko'proq izlanish kerak, into sleep, and her goal is, uni maqsadi nima? Yaxshi. The writer's main purpose in the passage is to. Bu 35-savol o'rtoqlar, global understanding deyiladi. Ya'ni butun boshli tekstni ma'nosi so'ralyapti. Butun boshli tekstda nima bo'lganini hozir 34 dan oldin 35 ni bajarib qo'yishimiz mumkin, lekin keling tartib bilan ketamiz. The need for more research, ko'proq izlanish kerak deyapti, ana shuni topaylikchi. It may be easier to remember something if you can also remember. Or perhaps people who didn't sleep during sleep received so much of information. Fen said. Yaxshi, bu qanaqadir shubhalanish berilyapti. Further research is needed. Mana, further degani ko'proq izlanish zarur. Adding, she plans to study different population groups. Uni plani bo'yicha har xil population group, ya'ni demoqchiki, har xil millat vakillarini o'rgatmoqchi. Ayniqsa yosh kattalarni o'rganmoqchi ekan u kishi. Bo'ldi. We know other individuals generally have worse memory performance than younger individuals. Ularda ko'pincha yaxshi xotira bo'lmaydi deyishyapti. Qani ko'ramiz. Include younger population. Xato. Yoshlarni emas, qarilarni qo'shmoqchi. Focus on older age groups. Yaxshi. Qanaqadir yaqinroq keldik buyda. C-da exclude. Exclude e'tibor bering. Chiqarib tashlash degani. Yo'q, bu javobimiz bo'lolmaydi. Qayta uni hisobga olish kerak deyapti. Pay attention to young age groups. D bilan A bir xil. A ni xato deb hisobladikmi? D ni ham chiqarib tashlaymiz. Demak, bizda bitta javob qolyapti. B. Focus on older age groups. Juda yaxshi. Va purpose nimadan iborat, o'rtoqlar? Butun tekstni o'qidik. Qani tahlil qilamiz. Discuss benefits of learning things during sleep. Uxlayotgan vaqtda o'rganishning yaxshi tomonlarini tahlil qilar ekan. Yo'q, unaqa emas. Ikkinchisiga qaraymiz. Introduce the latest research into sleeplessness to general readers. O'rtoqlar, bizga uyqusizlik to'g'risida hech qanaqa izlanish aytilmayapti. Bu ham xato. Inform people about the advantages of learning using memory techniques. Bu ham juda ham tempting, ya'ni aytmoqchiki, xotira texnikalardan foydalanib o'rganishning yaxshi tomonlari. Juda ham tempting, lekin texnikasi bizda yo'q. Oxirgisi qolyapti. Explain why sleep is good for memory. Albatta, D javobimiz 100% to'g'ri bo'lar ekan. Yaxshi, savollaringiz bo'lsa, kommentlarda qoldirasiz har doimgidek. Shu vaqtgacha kommentda hech kim savol yozmayapti, lekin o'quvchilarim darsda so'rayapti. Men o'quvchilarim bo'lmagan, ya'ni faqat kanalda kuzatuvchilar bo'libgina qolmasdan mashqlarni bajarib ketayotgan o'quvchilar bemalol savollaringizni menga berishingiz mumkin. Xohlasangiz komment yozmasangiz direktda qoldiring, lichkaga yozishingiz ham mumkin. Vaqtim topib javob berishga harakat qilaman. Shu bilan o'rtoqlar, Matla Readingni birinchi kursimiz o'z nihoyasiga yetdi. Keyingi darslarimizda speakingga ko'proq e'tibor qaratmoqchiman va writing to'g'risida ham kichkina darslar qilamiz. Readingga hali qaytamiz. Biz speaking va writing tugatganimizdan keyin sizdan iltimos mana shu videoni o'zingiz tanishlaringizga ulashing, shu orqali kanalimizni support qilgan bo'lasiz va biz sizga foydali videolarni qilishda davom etamiz. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Keyingi videolarda ko'rishguncha.